AQSh prezidenti Donald Tramp Ukrainaga qarshi urushda Rossiyani rasman agressor deb atadi. Politico nashrining yozishicha, u yakshanba kuni jurnalistlar bilan suhbatda shu haftada Rossiya va Ukraina tomonlaridan jami 8000 askar halok bo'lganini ma'lum qildi. Rossiyada yo'qotishlar ko'proq, ammo sen agressor bo'lsang, yo'qotishlaring ham ko'proq bo'lishi tabiiy, dedi Donald Tramp. Bu bayonot shu jihatdan ahamiyatliki, Tramp avval Rossiyani ochiq qoralashdan ehtiyot qilib kelgan edi. Masalan, 2024-yilda AQSh Birlashgan Millatlar Tashkilotining Ukraina hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlash va Rossiyani qoralash haqidagi rezolyutsiyasiga qarshi chiqqan. Shuningdek, G7 davlatlarining Rossiyani agressor deb atash taklifiga ham qo'shilmagan edi. Aprelda esa Tramp urushda aybni Ukrainaga yuklagan va Zelenskiyni 20 baravar kuchliroq dushmanga qarshi urush boshlab keyin yordam so'rayotgani uchun tanqid qilgan edi. Ammo yoz oylaridan beri vaziyat o'zgarmoqda. AQSh prezidenti Donald Tramp ma'muriyati Putin va Zelenskiyni muzokara stoliga o'tkazishga urinayotgan bo'lsa-da, Kreml bu sa'y-harakatlarga javob bermayapti. Shu o'rinda Tramp qator bayonotlar berdi. Men 7 ta urushni tugatganman. Bu urush ham oson kechadi deb o'ylagandim, ammo murakkab ekan. Zelenskiy va Putin bir-birini juda yomon ko'rishadi, dedi. Shuningdek, Tramp muzokaralar samarasiz bo'layotgani ortidan Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalar kiritish mumkinligini bildirdi. Biroq u shart qo'ydi. Avval NATO davlatlari Rossiya neftidan voz kechishi va o'z sanksiyalarni kuchaytirishi lozim. Yevropa ittifoqi ichida esa ayni paytda Vengriya va Slovakiya Rossiya energiyasini import qilishni to'xtatish rejasiga qarshi chiqmoqda.